Assalomu alaykum bolalar hammaga. Bugungi turnirimiz boshlanishiga ham so'nggi daqiqalar qolmoqda. Mana o'zlaring ko'rib turganlaringdek, bizda bugungi ishtirokchilarimiz 30 nafarga yetishdi. Bu yerda hammaga aytganman. Top 1 dan top 5-o'ringacha 60 UC dan deb. Ko'ramiz YouTube'ni kimlar olar ekan. O'zi vaqt ozgina qolmoqda. O'ttiz bir nafarga yetishdi ishtirokchilarimiz. Va start berildi. 32 nafar, yana bir kishi spet qilib qoldi bu yerda. O'zlaring ko'rib turganlaringdek. Start berildi. Bu yoqda hamma go. Besabrlar. Bolalar bittadan like, bittadan komment eslanglar chiqarmaysizlar degan umiddaman. Eng asosiysi qo'ng'iroqcha belgisi. Ko'ramiz turnirimizda nimalar yuz berar ekan. İştirakçılarımız birin-ketin kirib kelishmoqda hammalari. Va mana ro'yxatimiz bizda. Hammaga o'yindan oldin omad tilab qolamiz. Oho. Hamma surkin ochish bilan bor. Oppanna. İştirakçılarımız eventga qarab ketishdi. Ko'ramiz bu yerda hozir nimalar bo'lar ekan. Burada qirg'in borat bo'lyapti. Tushib ketib qolyapti bu. Eventda kimlar bor edi? Yaxa. Eventda yo'llanib qoldik. Oppanna qani axi shamadan shashlik taylaydimi? Yo'q, biroz o'xshamagan demoqchi edim. O'zi tushirib beryapti hozir bu yerda olovga. O'zlaring ko'rib turganlaringdek. Axi push qilib yuborish kerak edi ozgina. Ura oladimi axi? Ikkita gatuska. O. Bu yerda aptechka ichish bilan ora. Yo'q, bu yoqda dedi urib qo'yapti. Galups. Xayeshka bilan ishlamoqda. Salazar cho'kib ketdi. Bu yerda Galups va axir o'rtada to'qnashuv. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Wow. Kolumbiyani o'tirishini.
Hoppana. Oqartiradigan bo'lib o'tiribdi. Tojiboyev va Eg. Nima qilyapti? Va bu yerda Tojiboyev David o'lib ketyapti. Buning nima bo'layotganini o'zi ham tushunmay qoldi edingmi? Galops yopildi bu yoqda. Granatni hal qila oladimi Javohir? Yo'q, biroz ошибка bo'ldi. O qochib qoldi. Bu zot yurgan somonxonaga chediganday baribir tutildi. Bu yoqda Kolumbiya va Aka o'rtasida. Hoppana. Qochyapti. Juda yaxshi joylashib olib endi. Yo'q, befoyda bo'ldi. Shuncha yurib qayergacha borasan deganday. Bizda kimlar yaqin atrofda? Tursunov. Tushunmadim. Bular shunday bir-birini ko'rgan yo'qmi yo sherik bo'lib o'ynashyaptimi? Mayli, bular bir-birini ko'rmaganda hisoblaymiz. Ana endi ko'rdi. Endi rasmga olmoqchi edim. Kanalga otib tashladi. Yana kimlar bor bir-biriga yaqin? Hoppana. Beko. Va Baba. Xayyashka bilan ishlamoqchi bo'ldi, afsus bu yoqdan esa Baba ketib bo'lgan. Yana kimlar bor? Hoppana. O'xshamagan harakat bo'ldi bu yerda. Bekodan. Baba mayo o'tolmadi. Hoppana. Sal qoldi. Yana biroz shunga o'xshagan harakat qilsa yonib ketadi Baba. Granata tushadimi? Yo'q, biroz kech otdi. Hozir bu yerda Baba nima deb o'yladi? Baba o'zini kim deb o'yladi?
qidiramiz bir-biriga yaqinlarda. Hozirchalik hech kim yaqin emas. Bitta o'tib chiqamiz hammaga. Hoppa, nima qilyapti? Kiyim almashtiryaptimi? Kiyim almashtirdi. Kolumbiya. Top Ali. To'ychiboyev. Relax. Zafar Kambek. Insta. Kenzo. Hoppa, qanday ajoyib tarzda qochib qolyapti bu yerda Baxt Sofer. Kenzo oxirigacha boradimi? Baxt Sofer baribir urishdi. Baxt Sofer o'zini ko'tara oladimi? Ko'tarishga uspet qildi. Menimcha hozir molota kelsa kerak. Hoppa, qochishga uspet qila oladim. Qochyapti. Eplab qoldi. Ochilib qolmak. Baxt Sofer bu yoqda, Kenzo bor. U yoqda yillik Rolf bilan kimdir? Birga bir vaziyat. Yo'q. Harakat ham qilib ko'rmadi Baxt Sofer bu yerda. Kenzo, O'zbekiston. Kolumbiya kimga o'tyapti? Hoppa, granata uchib keldi. Afsuski bu yerdan ketib bo'lgandi O'zbekiston. Yo'q, qotolmadi Kenzo. O'zi Kolumbiyani. Yigirmata ishtirokchilarimiz qoldi bizda. Kimga kelgandik? Kenzoga edi. Maga. Oho. Alfa. Rolf. Shavkat Prime. Bu yerda hali ham event o'tiribdi. Eng ko'p keldi haqiqiy. Keling, yana boshdan boshlaymiz. Delia. Maga tarafga qarab ketyapti. Maga bilan to'qnash keladimi? Hoppa, hozir ikkalasidan biri o'lib ketadi. Maga info bergisi kelmadi. Bunga o'tamiz. Beko. Donater. Behruz. PG701. Kolumbiya. Prime.
Hop, qaytamiz. Ha, yo'q. Толпа bo'lgan yo'q. Есть там. Да, Tojiboyev ekan. Uzr, adashdim, biroz o'qishgan. Bizda bu yerda to'qnashuv yuz berishi mumkin. Nima, bu yerda eshitmadimi infoni? Yo, bilgani yo'q mumkin. Menimcha bilmabdi shekilli. Yo'da deydi. Hoppa, ana Behruz bilan bu ikkalamiz o'rtada to'qnashuv yuz berishi mumkin hozir. Qani. Hoppa. Buni ko'zdan ko'ramiz qani. Endi Behruz otishi mumkin buni. Zafar Kambek zonadan o'tib olib ketdi. David o'tib ketdi. Danger. Va o'zlaring ko'rib turganlaringdek bu yerda Dangerchi ketyapti. Nima bo'lganini ham his qilmadi. Ada Relax Maga. Hop, Relax yopilib ketyapti. Ishtirokchilarimiz 16 nafar. O'yin qizi boryapti tobora. Magani otib ko'radimi? Voy, ikkalasi ham Dirbabekda. Qanday joyib tarzda qochib qoldi Maga? Yo'q. Uni qochib yuborish niyati yo'q. Va baribir o'lib ketdi. Pomaga. Dediga o'tamiz. Kimga o'tyapti? Ha. Insa Javohir ham David o'tib ketdi bu yerdan. Bekko. Qani. O. Bu yerda Bekko meni qo'llatdi o'zi. Yo, men o'rtaga chiqib qoldi. Nima qildi hozir? O'pigi. Dilya ham David holatida. Bu granatavni endi hal qilib tashsa kerak. Yo'q. Nima, turib o'tirish shunchalik qiyinmi? Bir ikkita o'q tegib ketganda o'lib ketardi. Bekko kimda? Kolumbiyani oldida. Kolumbiyaga ichkaridami? İçeride. Yo mayo. Qanday katta ashba qilyapti bu yerda. Kolumbiya. Joni yo'q odamni otolmadi. İştirokchilarimiz 6 nafar. O'sha va'da bergandek 5 talikka 63 sizdan. Mana o'zlaring ko'rib turganlaringdek ishtirokchilarimiz ham aniq bo'lib qoldi. Kimlar yutayotgani mukofotimizda. Bekko, Behruz, Kenzo, Shavkat va Axi. Hammalarni oldindan tabriklayman. Bu yo'q o'lib ketsalang ham qizig'i yo'q endi. Hamma yushini oladi. Baribir top 1dagi boshqacha bo'lsa kerak. Shunga hozir hamma top 1 uchun harakat qilyapti. Axir tomda hammani yopaman, o'zi yopilib ketib qoldi.
Yer zonadan o'tib bo'lyapti. İştirakçılarımız 3 nafar qolishdi. İki nafar Kenzo va Shavkat Prime. Va o'zlaring ko'rib turganlaringdek Shavkat Prime bugungi turnirimizda mutlaq g'olibi bo'lyapti. Bolalar, bittadan like, bittadan comment esdan chiqmaydigan umiddaman. Mana o'zlaring ko'rib olishlaring mumkin. Bu kanal uchun hammalarga keyingi o'yinlaringda omad.